Mashinochilik exercise 1 part 1. English teacher deb yozilgan ekan. Xo'p. Doimgidek reading part 1 yashayotganda birinchi o'rinda shartiga qarayman. Shartida hech qanday o'zgarish yo'q bo'lsa, avval qanaqa o'rgangan bo'lsak, shunaqa berilgan bo'lsa, biz srazi testni ishlashni boshlaymiz. Qisqa qilib eslatib o'tkazaman. Reading part 1 yashayotganda bizdan talab qilinadigan birinchi mezon matnni o'qib, yaxshi tarjima qila olish, to'g'rimi? Matnni yaxshi tushungan odam bemalol part 1 ni yetsa bo'laveradi. Mana qarang. Bitta so'z olishim kerak ekan. Buni ham alohida e'tiborga olamiz. Bitta so'z olsin. So'z matnning ichidan bo'lishi shart. So'zni olayotganda o'zgartirsa bo'ladi? Es qo'shilib yoki id qo'shilib moslab bo'lsa bo'ladimi? Bo'lmaydi. So'z qanday bo'lsa, o'shanday olish kerak. Qarang. English teacher. Ingliz tili o'qituvchisi. I usually teach English at language school in summer. Yozda til maktabida qaysi fandan dars berar ekan? Ingliz tilidan. I often can't enjoy this something because I'm so busy. Men odatda palon narsadan rohatlana olmayman, chunki juda band bo'laman. Summer bo'ladimi? Qaranglar, school qo'yib. Men maktabdan rohatlana olmayman, chunki juda band bo'laman. O'zi ishi nima bu? O'qituvchilikmi? O'qituvchi bo'lgandan keyin maktabda bo'ladimi o'zi? Demak, u men ishimdan rohatlana olmayman yoki men maktabdan rohatlana olmayman deganda to'g'ri kelmas ekan. Endi summerni qo'yib ko'raman. Bekorga urg'u bermadi-da. Men yozda til maktabida ishlayman deb. Endi davomida aytayapti. Men odatda yozdan rohatlana olmayman. Yozdan zavq ola olmayman. Chunki chet elliklarda bilamiz, yoz ta'til hisoblanadi. Yozda ular masaqil dam olishadi, keyin boshqa payt ishlashadi. Va bu yana aytayapti. Men yozdan rohatlana olmayman, chunki men juda band bo'laman. Yozda nima ish qiladi bu? Til maktabida ishlaydi. Davomini eshitingda. So, shuning uchun next summer, keyingi yozda I'm not planning to work. Men ishlashni rejalashtirmayman. Endi javobim 100% to'g'ri bo'ldi. Nima ekan javob? Summer ekan. O'shaning uchun javob olayotganda shoshib ketmanglar. Javobni olganingizdan keyin qo'yib boshqatdan tarjima ko'ring. Mantiqsiz chiqyaptimi? Javobni o'zgartiring. Keyin siz olgan javobingizni keyingi gaplarga ham mos kelishiga e'tibor bering. Chunki summer bo'lgandan keyin mana bu gaplar to'g'ri keldi, to'g'rimi? Agar o'sha yerda school bo'lganda, mana next summer I'm not planning to work degani to'g'ri kelmas. Demak, javobga summer oldik. 2 3 4 5 ta 6 ni o'zlaring ishlanglar, juda oson test. Bo'lganlar aytsa tekshirib beraman, keyin tahlilga o'tib ketamiz. Eshityapsiz o'quvchilar. Demak, bu testni yechishni eng yaxshi usuli, eng yaxshi yo'li nima ekan? Matnni yaxshi tushunishimiz kerak ekan. Yagona talab bor sizga. Matnni yaxshi tushuning, bo'ldi. Shu orqali yechamiz xolos. Qaranglar. Xo'p, davomidan tarjima qilib ketyapman. Keyingi yozda nima qilmoqchi ekan? Ishlamoqchi emas ekan. O'rniga instead nima degani? Instead o'rniga I'm going to have proper summer holiday. Summer holiday eslab qoling. Men yaxshi normal degani, proper degani to'g'ri. Men to'g'ri summer holiday ga ega bo'lmoqchiman. Qaranglar o'quvchilar. I'm going to degani moqchiman deganimi? Have nima degani? Ega bo'lmoq. Fe'lmi? Ega bo'lmoq fe'l. Eslab qolamiz, I'm going to dan keyin doim verb bir keladi. Va davomini eshiting. I'm going to buy camper van and drive around Ireland. Savol endi sizlarga. Camper van nima? Mantiqda ishlatsangiz, bu drive dan bilib olsangiz bo'ladi, u mashinaligi. Aha, sayohatga miniladigan marshrutka o'xshagan mashina. Ya'ni uning ichida o'zini sayohat qilishga mo'ljallangan jihozlari bo'ladi. Aytaylik, bunaqa mashinalar bor-a? To'xtaganda yonidan naveska o'xshagan narsa chiqadi, chodir bo'ladi, to'g'rimi? Orqasini ochganda yotsa bo'ladigan bir mashina bo'ladi. O'sha narsa nima deyiladi ingliz tilida? Camper van. Siz buni o'zbek tiliga sayohat mashinasi deb qo'ysangiz bo'laveradi. Va davomini eshiting. Men sayohat mashinasi sotib olmoqchiman va Irlandiya bo'ylab haydab yurmoqchiman. I'm going to. Savol. Mana bu yerga noun olaman men endi. Nima olaman? Verb bir olaman. Verb bir olaman. Tushundingmi? I'm going to lots of beautiful beaches. Chiroyli sohillarga nima qilmoqchi? Sayohat qilmoqchi. Demak, men bu yerga nima qilsam bo'ladi?
travel ham olsam bo'laveradi, visit ham olsam bo'laveradi, hatto go bo'lsa go ni olsam ham bo'laveradi. Tushunarli bo'ldimi? Yoki travel yoki nima ekan? Visit. Davomini eshiting. And learn to surf. Savol, surf nima degani? Suv ustida chang'uchi, suv ustida chang'uchi. I'm mostly going to travel alone, but I will visit friends. One friend, Katie, is school teacher. Men odatda yolg'iz sayohat qilaman, ammo do'stim bilan ham, do'stlarimni ham oldiga boraman. Bitta do'stimning ismi Katie, u maktab o'qituvchisi. She has long summer holiday. Qaranglar o'quvchilar. Doskaga qarab turinglar, men sizlarga bitta narsa ko'rsataman. Mantiqiy test degan bo'laveradi. Bir, ikkita gap bor bizda. Mana birinchi gap. En nima degani? Va degani. Mana ikkinchi gap. Birga nima bo'ladi, ikkiga nima bo'ladi? Birda mana uni qo'yishim kerak, ikkiga buni qo'yishim kerak. Shunda ikkala gapim ham to'liq bo'ladi. Ya'ni tepadagi gapda valini tashab qo'yibdi, pastdagi gapda alini tashab qo'yib sizga savol beryapti, gapni to'ldir. Tushundingizmi? Endi mana bu part 1da ayrim savollari ham shunga o'xshagan bo'ladi. E'tibor beryapsizlarmi? Summer holiday. Tepada qanaqa gap bor edi? Summer holiday. Mana shundagi holiday dedimda olaman deb aytib olib chiqib qo'yaman, tamom. Xuddi shu narsa oltida ham bor. Surfing instructor course, diving instructor course. Tushunarli bo'ldimi? Instructor nima degani? Yozib qo'yinglar. O'rgatish, yo'l yo'riq ko'rsatish. O'rgatish, yo'l yo'riq ko'rsatish. O'rgatish, yo'l yo'riq ko'rsatish. Surfing instructor course, diving instructor course. Bo'ldi? Endi qaranglar. 3 ta oldingmi? Savol sizlarga. Hopefully nima degani? Speaking qilayotganimizda bizga shu Kristos kerak bo'ladi. Ya'ni umid qilamanki, men universitetga birinchi yil kiraman. Umid qilamanki, men Seferdan C1 olaman degan gaplar gapirsangiz bo'ladi. Tushunarlimi? Hopefully. We will spend a week or two together. Mana shu gap ham menga yoqadi. Bilan or two ni bir yoki ikki deb tarjima qilamiz. Dan keyin любой narsani qo'yib, birlikda qo'yib, undan keyin to ni qo'yasizda gapni shunday tugatib qo'yasiz. Ma'nosi bir yoki ikkita degan. Day or two. A day or two. Bir yoki ikki kun degan. A week or two. Bir yoki ikki hafta degan. Tushunarlimi? Nima deyapti? Men o'ylaymanki biz ikkalamiz bir yoki ikki haftani birga o'tkazamiz. Another Irish friend. Irish degani irlandiyalik, o'zbek deymiz-ku, qirg'iz, qozoq deymiz. Another Irish friend, Joe, has new house there. Yangi uy sotib olibdi. So I'll stay with him. Men u bilan qolaman and for a few days help him paint the rooms. Unga uylarni bo'yashga yordam beraman. Sizda buni ustachilik deydi, ular dam olishga qilar ekan. Qarang davom. Last year I did surfing instructor and spent a summer teaching to people to surf. Bitta grammatik birlik bor-da. Mana to dan keyin verb ing olish mumkin emas. Nima olaman? Verb bir olaman. Tushunarli bo'ldimi? Biror joyga eslatma qilib qo'ysangiz ham mayli. To dan keyin verb ing kelmaydi, verb bir keladi. Madina. Muxlis aka. 10 sekund tank. 5 sekund. Keling. Men faol bo'lmasman, mantig'im kuchli. Neyse, aydaman. Muxlis aka kech qolsa-chi o'ylanadi bir 5 sekundda. O'ylanib turadi-da. Malades, shunga ham aqlingiz yetdi. Kiradi. Xo'p, demak men nima dedim sizlarga? To dan keyin nima bo'lmas ekan? Verb ing kelmas ekan, verb bir olishimiz kerak ekan. Shunda gapimiz ma'nosi ham to'g'ri chiqadi. Qarangda. Men deyapti, o'tgan yozda surfing instructor kursida qatnashdim va men yozni nima bilan o'tkazdim? Odamlarga qanday qilib surf qilishni o'rgatish bilan o'tkazdim. Bu juda ham ajoyib edi. I was in the sea and sun all day. Mana bunday deyapti. Men dengizda edim, butun quyoshli joyda edim kun davomida. Va every evening my friends and I had barbecue on the beach. Barbecue degani go'sht pishirish, cho'g'da. And surf school asked me to return this summer. Endi eslab qo'yinglar o'quvchilar. Kristosda but o'zidan oldingi va o'zidan keyingi gapni plus minus
Misol uchun men ingliz tilini o'rganishni xohlayman. Ammo u juda ham qiyin ham deb bilaman. Orqadagi gap negativ bo'ldi, oldidagi pozitiv. Ya'ni but oldi hamda orqasidagi gapni bir-biriga plus-minus tushunarlimi? Men Yulduz Usmonova qo'shiqlarini eshitaman, o'zini yomon ko'raman. To'g'rimi? But bilan bo'ladimi shu ham? Mana bu yerda ham qarangda. Sir school asked me to return this summer. Mendan surfing maktabi qaytishimni so'radi. Ammo I'm not going to. Lekin men buni qilmoqchi emasman. Yana qaytmoqchi emasman deyapti, to'g'rimi? Mana bu yerga so'raganlar, so'ng tarjimasini. Shuning uchun shu sabab. Endi qarang. Mendan surfing school qaytishimni so'radi. Shuning uchun men qaytmoqchi emasman. Nima bo'ladi? Gapning ma'nosi bormi? Gapning ma'nosi buzilib qoldi. Men bu yerga bat olsam, so'rayman. Bat bor, tepada turibdi-yu. Mana qarang, bat. Aha. Men ko'pincha yolg'iz sayohat qilaman, lekin do'stlarimni oldiga ham boraman degan gap. Davomini eshitamiz endi. Last autumn, oxirgi o'tgan safar kuzda I learned scuba dive and I'm going to do diving instructor course. Men buni aytdim sizlarga. Surfing instructor course, diving instructor course. Mana bu yerda verbmi bu? Verb birmi? Do. Demak, verb birdan keyin nima kelaveradi? Verb ing kelaveradi. Misol, I like walking. I like walking. Like nima bu yerda? Verb bir. Endi yoqtirmoq verb bir. I like walking deyapman. Walking verb ing. Tushundilaringmi? Ya'ni verb birdan keyin verb ing kelaveradi. Men aytdim, xuddi shunaqa bo'ladi. Did surfing. Tushundingizmi endi meni gapimni? Bugun sizlarga men tushuntirmoqchi bo'lgan narsam haligi ali vali bo'ldi. Nimaligini bilib oldik-a? Matnning ichida kelgan jumla qaysidir gapda bittasini tashlab ketib berilishi mumkin. Bu bir. Ikkinchidan, bitta narsani yana bilib oldik. Nima bo'lar ekan? To'dan keyin verb bir kelar ekan, mana verb ing dan oldin verb bir kelsa bo'laverar ekan. Ya'ni verb ing ikkalasi ketma-ket kelsa bo'laveradi. Tushunib oldingiz-a? Shuni qisqa qilib eslatma qilib biror burchaklarga yozib qo'ysangiz, kelajakda yana parton yechayotgan qiynalmaysiz. Shu ham sizga bitta fishka bo'ladi-da, hali javob topishda nimadir yengillatib beradi javobni. Xo'p, endi bugun part 2 ni ham boshlayveramiz. Unchalik qiyin test emas. Hamma listini bitta ochsa, mana qarang. Mana yechgan joyimizdan bitta ochadigan bo'lsak, bu yog'ida test 30 part 2 deb qo'ygan. Ochib oldingmi? Test 30 part 2. Bo'lganmisiz? Eshitamiz o'quvchilar. Test 30 part 2. Men qisqa tushuntirib qo'yay, undan keyin boshlaymiz. Keyingi etapda mana shu partni yechib bo'lganlaringdan keyin qanday qilib samarali so'z yodlash haqida gaplashamiz. Keyin listening mavzusiga o'tib ketamiz. Eshiting. Part 2 da berilgan mana bu qisqa savollarni biz statements deb ataymiz. Sizlar bunday qilinglar endi. Mana statement degan so'zni dumaloq qolinglarda, mana unga endi ishora qilib qo'yinglar. Bu degani mana shu narsalar nomi nima ekan? Statement ekan. Men sizga bugundan keyin part 2 da statementga qara desam, mana bu qisqa savollarga qaraysiz. Tushunib oldingiz-a? Nima ekan nomi? Statement. Bugundan boshlab statement deb gaplashamiz. Endi eshiting. Mana bu narsalar odatda yoki advertisement yoki text yoki emasam yana nimalardir deb ataladi. Biz qisqa qilib bularni text desak bo'laveradi. Text degani shu matnlar. Ko'ryapsiz-a? Statement qisqa bo'ladi, tekstlar sal uzunroq bo'ladi. Odatda 3 qator, 4 qator bo'ladi. Ayrim holatlarda 5-6 qator bo'lishi ham mumkin. Lekin qisqa bo'lmaydi. Har holda eng kam 3 qatorli narsa bo'ladi. Tushunib oldingiz-a? Men birinchi marta part 2 yechganimda, Reliximda hotel reklamalari haqida berildi. Hotel reklamalari berilgan, hotel reklamalariga statementlar to'g'rilash kerak. Keyingi marta kirganimda restoranlar berildi. Keyin yana kirganimda kurslar berildi. Keyin kirganimda hobbi berildi. Ya'ni shunga o'xshagan mavzular beriladi. Biz ularni nima qilamiz? To'g'rilab chiqamiz. Hozir eng bizni chalg'itadigan narsa bunaqa bo'lib qolgan. Har zamonda statementlar raqam bilan berilsa, ayrim paytlarda bular harf bilan berilib, bular raqam bilan berilib qo'yadi. Lekin men shunaqa paytda bitta qoidani qulog'imga quyib olishim kerak. Hisob qo'yinglar sizlar ham. Yozib ham qo'yamiz keyin.
Birinchi eslab qoling. Doim readingda raqamlar ishlatiladi, ortib ham qolmaydi. Yetmay ham qoladi. Readingda nechta raqam berilgan bo'lsa, hammasi sizga ishlaydi. Tushundingizmi? Endi savol tug'iladi. Harfchi. Harflar ortib qolishi mumkin. Mana misol uchun maytda nechta raqam bor? 6 ta. Harflar sanaymiz. 8 ta. Nechta harf ortib qolyapti? Abdulhamid nechta harf ortib qolyapti? 2 ta harf ortib. Tushunarlimi? Qaranglar o'quvchilar. Endi yozib qo'yinglar biror joyga. Mana uni tagiga yozib qo'ysam bo'ladi shu joyga. Bitta yulduzcha qo'yingda. Reading testlarida yozing. Reading testlarida raqamlar doim bir marotaba ishlatiladi. Reading testlarida raqamlar doim bir marotaba ishlatiladi. Davomi ham bor. Ortib ham qolmaydi, yetmay ham qolmaydi. Ortib ham qolmaydi, yetmay ham. Shu oldiga qoidani. Raqam nima bo'lar ekan? Doim ishlatilar ekan, ortib qolar ekanmi? Yo'q. Yetmay qolar ekanmi? Yo'q. Davomi ham bor endi ikkinchi qoida. Readingda harflar ortib qolishi mumkin. Ortib qolishi. Endi qoidaning davomi borda, hozirlar chalg'itmay keyingi darslarda tushuntirib beraman, chunki ayrim holatlarda hattoki harflar 2-3 marta ham ishlatiladi. Uni hozircha metroliga keyingi darslarda men tushuntirib beraman. Demak, qisqa qilib aytadigan bo'lsam, harflar nima bo'lar ekan? Ortib qolishi mumkin ekan. Mumkin, aniq emas, mumkin. Endi qaranglar. Mana bu yerda qaysi harf ortishini bilmaymiz. Endi bir boshdan ishlab ketaveramiz. Ishlayotganimizda bitta narsa. Mana statementdan boshlasam. Mana bitta statementni o'qidim. Kalit so'zlar chizib oldim. Keyin matnlarga tushirib chiqsam, A ga, B ga, S ga, D ga. Ancha vaqtim ketdi. Bitta statement topish uchun kun boshida hamma matnni o'qib chiqish kerak bo'ladi. Endi bunday qilsak-chi, teskarisini qilsak. Mana A ni o'qisak, kalit so'zlar chizsak, buni mana ularga tushirib chiqsak, ko'p vaqtimiz ketmaydimi? Hech qancha vaqtimiz ketmaydi. Ya'ni bunday qilamizda, partu yechayotganda tekstni, men raqamni yo harfni demayapman, chunki bu raqam harf almashib kelib qolishi mumkin-da. Tekstni o'qiymiz, kalit so'zlarni chizamiz, statementlarga birma-bir tushirib chiqamiz. Best reply topamiz. Eng yaxshi javobni topamiz. Odatda partu qiyin bo'lmaydi. Menimcha partuondan ham oson bo'lsa kerak, realismda. E'tibor beringlar, chalg'ituvchi joyi unchalik ko'p emasda bunda. Sunset Bay Hotel. Sizga matnda shunaqa nom berilgan bo'lsa, tarjima qilib o'tirmang. Misol uchun o'zingiz o'ylab ko'ring. Samsung Galaxy S24 Ultra. Ma'nosi nima bu? Qizim shu ma'nosi. Bizga endi buni featurelari bor. Feature nima degani? Xususiyatlar. Davomini eshiting. Mana bu hotelda nomi ekan, bizga qiziq emas. Misol O'zbekistonda ham oddiy hotelga yozib qo'yapti, nom qilib. Dunyo ustuni, palondaqa yoki palondaqa hotel deb. U bir tiyinlik nimasi yo'q. Toshkentga borsam, xalqaro universiteti deb qo'ygan ekan, qarasam xalqaro universitet, mahalliy universitetdan ham battar. Nom xolos uni anaqa joy. Endi eshiting nomi. Located on the cliff overlooking the sea. Savol, cliff nima degan? Cho'qqa degan. Yozib qo'yinglar, cho'qqa, qoya. Cho'q. Ikkinchi qoya tushib qoldi. Bilan cho'q qoya. Qarang, qoya tashlab oladi-yu, cliff deyiladi. Mountain'dancha farqi bor. Toshkentga Perevaldan o'tayotganingizda clifflarni ko'rasiz. Haligi toshli nimalar. This hotel offers stunning view from the of the ocean. Yozib qo'yinglar stunningni. Chiroyli degani beautiful. Ko'pincha manzaraga nisbatan ishlatiladi. Chiroyli. Bu yerda nima ko'rinar ekan? Dengizning chiroyli bir manzarasi ko'rinar. From all its rooms, hamma xonasidan ko'rinar. An outdoor pool. Guests can enjoy seafood specialists at the on-site restaurant. Qaranglar o'quvchilar. Hop, restoran bor ekan, bu yerda seafoodlar bor ekan,
dengiz ko'rinib turar ekan hotelda. Asosiy kalit so'z shular. Endi birga tushunaman. Eco-friendly accommodation. Savol, eco-friendly nima? Ekologiyaga do'stona. Bu degani ekologiyaga zarar bermaydi. Menga ekologiyani gapirdim. Gapirmadim. Sirras o'chirib tashlayveraman. Birda o'chirib tashlayman. O'chirib tashlash deganda polni chizib tashlamay, keyingi testda kerak yo'q qolish. Yoniganda qo'ying. Ya'ni agar tushunadimi yo'q? Ikkiga o'taman. Yes, can enjoy breathtaking view. Nima qoling breathtaking view? Standing view ga sinonim. Breathtaking nima ekan? Chiroyli ekan. O'g'zosh. Bu yerda mehmonlar okeanni ko'rishlari mumkin. Tushunaveradimi? Bo'ldi. Nima ekan? 2 ga A javob ekan. Endi javob belgilayotganda chalg'imaslik uchun bunday qilamiz. 2 raqamini to'g'risiga artib qo'yamiz. Tushunarlimi? Chunki shunda chalg'imaysizda, bo'lmasa chalg'ib ketadi. Qarang o'quvchilar. Mabodo siz hozir B yo'tsangiz, eshitib mani keyin yechaverasiz. B yo'tsangiz, javob topilmasa, o'ylanib o'tiravermang. Chunki nima edi? Bitta harf ortiqcha edi. Bu o'rtada chiqishi ham, oxirida chiqishi ham hisoblanadi. Nima oldingiz? Davom ettiring, keyin tahlil qilamiz. O'z qo'ldan kelgancha yechib ko'ring. Oson tez. Javobini o'qiraymi? Ketdik, tekshirib olaylik, keyin tahlilni qilib beraman. Hop, 1 ga B bo'ldi. 1 ga B. 2 ga A bo'ldi. 3 ga S bo'ldi. 4 ga D bo'ldi. 5 ga I bo'ldi. 6 ga F bo'ldi. Bo'ldimi? Endi e'tibor bering, kalit so'zlar qaysi batda? Mana bu so'zni o'zingiz uchun bilib oling. Sunset degani kun botishi degan. Kun botishi. Bay degani ko'rfaz, sohil degan. Davomi. B'da nima deyapti? This hotel is powered by renewable energy. Renewable energy degani qayta ishlangan energiya. Bu degani haligi chiqindilar, boshqa narsalarni qayta ishlashadi-yu, tabiatga zarari kam bo'lsin deb. O'sha narsa. Endi powered so'zi boshqariladi, energiya oladi, kuch oladi. Bu hotel nimadan foydalanar ekan? Renewable energy. Men bunga birda olsam bo'laveradi, eco-friendly. Bo'ldi, eco-friendly. S'ga o'taman. Housed in beautiful resorted 19th century. This hotel combine historical charm and modern luxury. Savol. Charm nima degan? Charm. Yozib qo'yinglar. Yoqimli, yoqimli. Haligi qiz bolaga nisbatan o'zbeklarda chiroyli, go'zal, latofatli deyiladi. To'g'rimi? Yo o'g'il bolaga ham aytsa bo'ladi shunaqa. Qanaqa bola ekansiz? Latofatli bola ekan. Bo'ladi shunaqasi? Bo'lmaydi. Inglizlarda ham mana shu charm so'zi qiz bolaga nisbatan ishlatsa bo'ladi. Ya'ni kelishgan chiroyli qiz deyish uchun o'g'il bolaga bo'lmaydi. Tushunarlimi? Bezod shumoldingiz qilib bo'ldi. Demak, charm degani qiz bolaga nisbatan go'zal degan ma'noda ham keladi. Charming deydi-da, ing qo'shib gapirishadi. Historical charm, tarixiy go'zallik, and modern luxury, zamonaviy hashamat ham o'z ichiga olgan. Nechinchi asrdagi bino ekan? 19-chi. Men qaysini olsam bo'laveradi bunga endi? Historical building. This hotel is located in historical building. Yes. To'rga o'taman. This is a perfect choice for business travelers with advanced meeting facility. Qaranglar. Bu business travelerlar uchun juda ham nima? Perfect tanlov. Bu advanced meeting facilitylarga ega. Yozib qo'yinglar, meeting facilitiesni. Majlis imkoniyati. Majlis imkoniyatlari. Haligi majlis o'tkazsa bo'ladigan joylar bo'ladi-yu. Majlis qilish uchun xonalar bo'ladi. Konferensiya o'tkazish uchun binolar, shunaqa joylar meeting facility deydi. Endi davomini eshiting. Men mana shu to'rga din olsam bo'laveradimi? City Link Business Hotel. Business hotel deb o'zi ham aytib turibdi. Favorites among corporate travelers, this hotel features state-of-the-art meeting rooms, free high-speed internet and business lounge. Yozib qo'ying, lounge degan so'zni ham tarjima. It's located in city's finest district. Lounge. Dam olish xonasi. Dam olish xonasi. Kengisi. Guests can participate in cooking class during their stay. Eshitdinglar mana shuni tarjimasi. Mehmonlar
cooking darslariga qatnashishlari mumkin. O'zlari turgan paytlarda. Men 5 ga olyapman. Ida xuddi shunaqa gap bor. Known for its focus on food, hotel offers daily cooking classes. Guests can learn to prepare local and international dishes. Bo'ldi. Learn nima degani? O'rganmoq. Bu yerga kelgan mehmon nima qilishi mumkin ekan? O'rganishi mumkin ekan. Nimani? Xalqaro hamda mahalliy taomlar pishirishni. Dish degan taom ma'nosi bor-a? Oxirgisiga o'taman. 6 ga. Bunda nima deyapti? Hotel provides free shuttle service. Shuttle service degani transport servisi. Kimga? Nearby attraction. Nearby degani yaqin atrofdagi. Attraction diqqatga sazovor joy. Davomini eshiting endi. Hotel nima qilar ekan? Tekin transport qilib berar ekan. 6 ga F olsam bo'laveradimi? F da nima deyapti? This family friend resort offer free shuttle service to nearby beaches and theme park. Bo'ldi, tamom. Ya'ni yaqin atrofdagi sohil hamda parklarga bemalol bunda tekin servisda yetib borishingiz bo'ladi. Ya'ni shuttle service degani transport vositasi. Eslab qo'yinglar, shuttle service transport vositalari. Men doim sizlarga aytganimdek, part 1 ni ham, part 2 ni ham foydasini o'rganishga unchalik ko'p vaqtimiz olmaydi. Asosiy qilinadigan ish so'z boyligini oshirish va ko'proq shunaqa testlar yechib tahlil. Men reading part 1 ga bitta kitobcha bor, tashlab beraman, elektron. Majburiy emas, xohlovchilarga. Chiqarib olib, qo'shimcha o'zingiz ishlab yursiz ham bo'ladi. Gruppaga tashlab qo'yaman. Reading part 1 ichida 100 ta testi bor, ichida javoblari ham. Haligi master kitobini bilasizlarmi? Sariq reading. O'shaning ichidagi part 1larni to'plami. Siz xohlovchilar chiqarib ishlasin, yo menda master kitob bor desa, qo'yursin, yo bo'lsa, yo menga part 1 kerak emas deganlar ham qo'yursin. Tushunarlimi? Demak, part 1 ni ham, part 2 ni ham shundaymi qarashlarish. Men qoidalarni aytdim. Unchalik qoidasi ko'p emas o'zi. Part 2 da bir-biriga moslaymiz. Moslayotganda o'zimizga udobli bo'lish uchun matndan ketamiz. Harflar nima bo'lar ekan? Ortib qolishi mumkin ekan, aniq emas, mumkin. 10 ta harf bo'lsa, 10 ta raqam berilgan bo'lsa sizga ortib qolam, ortkizaman men deb turib, harakat qilib bormang. Xo'p. O'quvchilar, tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi men sizlarga so'z yodlash bo'yicha ozgina maslahat berib o'tmoqchiman. Keyin listening o'tib ketaver. Qaranglar, mendan oldin endi kimdadir o'qigandirsizlar, boshqa kurslarda o'qiganlar bordir. Hammada har xil o'ziga yarasha stil bor. Meni o'zim ham dars o'tishdan oldin ko'p o'quv markazlariga borib o'qib ko'rganman, hammasini stillarini o'rganganman. Kimdadir yoqqan joylari bo'lgan, kimlardir yoqmagan joyi bo'lgan. Men har tarafdan foyda olganman. Haligi qaysidir o'qituvchining yoqmagan stilini men qilmayman deb harakat qilgan. Menga foyda bo'ldi. Qaysidir o'qituvchi qaysidir stil yoqqan bo'lsa, buni qilaman deb harakat qilgan. So'z yodlash bo'yicha hamma ishni qilib ko'rganman. Men eng sizlarga tavsiya qilishim mumkin bo'lgan, eng tavsiya qiladiganim, ya'ni zo'ri, so'z yodlash zo'ri, matndan yodlashni o'ylayman. Va uni ustiga kechgan testingizni ichidagi matndan yodlash yana ham sizga foyda beradi. Mana qaranglar o'quvchi. Essential kitobini yodlaganlar bormi? Boshlang'ichlarga yodlatsa bo'ladi. Lekin keyinchalik men sifir sertifikat topshiraman, IELTS topshiraman deganlarga bu tavsiya. Nimaga desangiz, bu kitobda bitta tarafi u faqat so'z yodlash bilan shug'ullanadiganlarga mos. Misol siz boshqa ish qilmaysiz, listening, reading bilan boshqa narsa qilmaysiz, faqat so'z yodlash bilan shug'ullanyapsiz deylik. Sizda hamma narsa bor, so'z boylik ham. Endi o'shanda tavsiya qilsa bo'ladi. Lekin siz sertifikatga tayyorgarlik ko'rayotganingizni birato'la matn ichidan yodlashga o'tadigan bo'lsa, o'qib bilan ikkita o'qigan. Test yechasiz, tahlil qilasiz, tahlil jarayonida so'z yodlash. Esda qolish oson bo'ladi. Keyin u yodlagan so'zingizni listening, reading, writing, speaking da ishlatish imkoniyati. Tushunarlimi? Qaranglar. Hozircha sizlar bilan hali ko'p reading boshlamaganligimiz uchun men o'zim IELTS tekstlar beryapman. Uyga borib bu tekstlar yechinglar demayapman-a? Prosta so'z yodlash uchun beryapman. Men so'z yodlayotganda nima qilardim aytaymi, bunday qilardim. Matnning ichida bilmagan so'zlarimni terib chiqardim. Anaqa marker bor-a? Mana bunaqa marker. Chizib oladigan marker. Ana shu marker bilan hamma bilmagan so'zlarimni nima qilardim? Terib chiqardim. Natijada bunga o'xshagan manzara hosil bo'ladi. Tasavvur qilinglar, bilmagan so'zlarim shu deb qo'yinglar. Endi sizlarga asli ko'p, lekin bilmagan so'zlarim shu tasavvur qiling. Keyin nima qilaman?
matnni birato'la tarjima qilishga harakat ko'raman. Tarjima qilish degani tarjima qilib daftarga yozib ma'nosini ichkariga chiqarish shart emas. Matnni ma'nosiga tushunsangiz bo'ldi. Ma'nosini tushunyapti, tarjima qilishga harakat qilaman-da. Bu so'zlarni tarjima qilib, iloji bo'lsa sig'diralsam, ingichkaroq ruchka olardim-da, mana shuni o'ziga yozardim tarjimasini. Sig'diralmasam alohida daftarga, mana unga bunday bir qo'yib, daftarimga ham bir qo'yib, yoniga tarjimasini yozib ketaverardim. Kitoblarda ham iqtibos keltirish bo'ladi-yu, bir qo'yatda pastiga nimaligini yozib qo'ydim. Shunaqa qilardim. Buni tarjima qilayotganda odamzod yomon odati bor-da. Tezda tarjima qiladi, tezda uni yodlagan odamga o'xshaydi, tezda keyingi so'zga o'tadi. Lekin unda esda qolmaydi. Odamning miyasi so'z bilan ko'proq muomala qilishi kerak. Ko'proq muomala qilsa, miyada yaxshiroq yanada, yaxshiroq qoladi. Tushunarlimi? Easy come, easy go deydi. Oson kelgan narsa oson ketadi. Siz ham so'zni tezda yodlab, tezda o'tkazaversangiz, oson esingizdan chiqib ketadi. Lekin men so'z yodlatib nima qilaman? Aytaymi, target degan so'z. Target so'zini tarjima qilaman. Fe'l bo'lib kelyapti. Noun ko'raman. Adjective ko'raman. O'zi fe'l bo'lib keladi. Noun bo'lib keladi. Adjective bo'lib keladi. O'zi bu so'zni kelib chiqishi qatdan paydo bo'lgan. Qo'shimcha qo'shilganmi bunga yo'q qo'shilmaganmi? So'zning asosi shumi? Keyin tahlil qilaman. Va nechta ma'nosi bor? O'zi formalmi, informalmi? Formal bo'lsa qanaqa ma'noda keladi, informal bo'lsa qanaqa ma'noda keladi deb ichkarigacha ko'rib chiqdim. Natijada o'sha miyamda o'sha so'z bilan ko'proq muomala qilyapmanmi? O'tirib olib, yaxshilab tahlil qilyapman. Esimda qolish osonroq bo'ladi. Bilasizmi? Keyin o'quvchilar. Men aytganimdek, noun, verb, shunga o'xshagan narsalarni ham ko'rib chiqadigan bo'lsalaring, kelajakda noun qilishlasizlar, verb qilishlasizlar yoki bo'lmasa matn ichida noun bo'lib boshqacha tarjima qilasiz, verb bo'lganda boshqacha tarjima qilasiz. O'shanda ham o'zingizga ancha oson bo'ladi. Endi qaranglar, yana bitta narsa ko'rsataman. Bad degan so'z bor, hammamiz bilgan so'z. Mana shuni men essentialda yodlaganimda doim ammo lekin biroq deb o'tib ketaverardim. Lekin matn ichida ko'rganimda boshqa ma'nosini topgan. Qanaqa ma'nosi? Bad. Ammo lekin biroq degan ma'nosi bor, yana qanaqa ma'nosi bor? Bilmaysizlar ekan. Badni dan tashqari degan ma'nosi. Ya'ni to'yga hamma keldi, Dilnozadan tashqari. To'yga hamma keldi, Dilnozadan tashqari. Dastlab birinchi keladi Dilnoza ham. Misol. Ya'ni everyone came to the wedding. But Dilnoza. Ya'ni bad so'zini oxirida qo'yaman-da, dan tashqari degan so'zdan keyin bitta narsa qo'yib qo'ysam, o'shandan tashqari bo'lib. Tushundingizmi? Misol uchun menga deyarli hamma qo'shiqchilar yoqadi. Yulduz Usmonovadan tashqari. Misol deyapman xolos. Qaysi? Respect all things but Yulduz. Tushunarli bo'ldimi? Matn ma'nosi bor ekan. Dan tashqari. Hurmatli o'quvchilar, matn ichida shu ma'noda kelib qolganda ko'rgan bo'lsangiz, ana endi o'sha ma'nosini topa olasiz. Men sizga bad desam, ertalabdan kechgacha bad, ammo lekin biroq deb yuraverasiz. Lekin matn ichida berilganda badni ko'rsangiz, to'xta deysiz. Hatto ammo lekin biroq tushmayapti deysiz. Boshqa ma'nosi bor ekan deysiz. Ana ma'no ekan, dan tashqari. Misol targetni ma'nosi, nishon, maqsad degan ma'nolari bor. Bildingizmi? Xo'p. Audience so'zini ma'nosi tomosha zali, tomoshabinlar, auditoriya ma'nosi. Therefore, badga sinonim desak ham bo'laveradi, ya'ni ammo lekin biroq degan ma'nosi. So'ga ham sinonim bo'lib kelishi mumkin. According to ga ko'ra, for ga sinonim bo'lishi mumkin, ha? Uyga. Xo'p, ya'ni uyga boramizda endi mana shu so'zlarni iloji boricha tarjima qilib, ma'nosini har xil joylarini tahlil qilib yodlasak, miyada yaxshiroq qolar ekan. Miya ko'proq muomala qilish kerak ekan, bu. Har xil ma'nolarga e'tibor berish kerak. Charge nima degan? Zaryadlamoq, quvvatlamoq yana. Charger demayapman, charge nima deyapman? Endi yaxshi. Charge nima?
Mana endi tarjima qilib ko'ramiz sizlarning gaplaringni. Eshitinglar. Mobile service providers. Mobile service providers degani mobil servis ta'minotchilari charge mana qarang. Mobile service providers charge applicable rates for messages. Zaryadlama tushiramiz. Savol, rate. Bu yerda narx ma'nosi, narx-navo, taqd. Charge'da bunaqa ma'nosi ham bor, eslab qo'yinglar. Narx qo'ymoq. Gap toshlatgacha tarjima qiladigan bo'lsam bunday bo'ladi. Mobil servis ta'minotchilari mana bu messejlar uchun qabul qilsa bo'ladigan, odam ko'tarsa bo'ladigan narx. Tushunib oldingizmi? Degan charge narx qo'ymoq. Yana birorta so'z ko'rsaman. Set nima degan? Set. Sozlamoq va o'rnatmoq ma'nolari. Qarang. It plans to set up. Demak bu yerda setup fe'l bo'lib kelyapti. U rejalashtirdi. Setupda o'tgan narsa aytib tashkillashtirmoq, yaratmoq. U yaratishni plan qildi. To'g'ridan to'g'ri billing system. Billing system nima degani? To'lov tizimi. Billing degani to'lov. Bill deydi-ku, shot raqam. Tushunib oldingizmi? Shu narsa. Demak, u plan qildi yaratishni to'g'ridan to'g'ri to'lov tizimini. Hurmatli o'quvchilar, matnni qancha ichiga kirib borganingiz sari o'zingiz bilmagan so'zlarni kashf qilasiz. O'zingiz bilgan so'zni yangi ma'nolarni kashf qilasiz. Shu bilimlaring ortgan sari reading ham ortadi. Bunaqa joyda oddiy so'zlar bilan berib qo'ysa bo'lardi, lekin u sizni ingliz tilingizni tekshiryapti. So'rayapti-da. Qani Gulnoza mana setupni deyapti. Ikkinchi ma'nosini bilamki. Va faqat birinchi ma'nosini yodlab ketavergan ekan. Yoki aytadi. Qani endi Kamola dedi, bu charge bilar ekanmi? Ikkinchi ma'nosini faqat zaryadda o'tiraveramiz. Tushunib oldingizmi? Maqsad nima ekan sizga bunaqa test berishdan? Ingliz tilingizni shunaqa qilib tekshiradi. Bo'lmasa oddiy qilib bersa, yosh bola ham seferni olib chiqaveradi. Sefer ko'chadagi bo'mishni ham sefer olib ketadi. Bo'mishlar ham aytadi, nechi baling bo'lsa, meniki B1, B2, C1 deydi. Ham sefer o'qimaydi. Qadr qolmaydi. Tushundingizmi meni gapimni? Ingliz tilida insonni eng chalg'itadigan narsa bitta so'zni ko'p ma'no bilishi, ko'p ma'noli so'zlar. Bitta ma'no beradi. Ko'p har xil so'zlarni bitta ma'no. Masalan shunaqa, bitta so'z ma'no beradi. Har xil so'zlar bitta ma'no beradi. O'zbek tilida ham bor, omonim, sinonim so'z. Ingliz tilida ham shu. Endi bu yog'iga sekin-sekin men bergan so'zlarni yodlab, har xil ma'nolarni ko'rib ketsalaring, shu aytgan gapim hozir o'rganib davom bo'lib, qatra yig'ilib daryo bo'ldi. Tushunarlimi? Savol bormi so'z yodlash bo'yicha? Xo'p, reading part 1 ni ham, part 2 ni ham tushundik-a? Menga hozir bitta tezda so'zni yozib berasizlar, bo'lmasa, keyin listeningda mavzusini tugatib, grammatikaga o'tib